qaranglar, mana bitta savol qiynayapti. Urfga aylangan, modaga aylangan. Mana islomiy to'y deyiladi-yu. Ayollarning o'zi borib, misol uchun ayollarning o'zi uchun to'y bo'ladi, to'g'rimi? O'shanda meni qiynayotgan narsa boya bitta bloger opani istoriyalarda ko'rib qoldim-da, qayerdadir to'ydalar, opa istoriya qilyaptilar. Biza islomiy to'yga kelganmizda faqat mana ayollarni o'zi ko'rishinglar mumkin deyilyapti-da. Lekin u yerda operatorlar yuribdi, erkak kishilar, ofitsiantlar yuribdi. Shunda ko'zim tushib qoldi-da, o'sha ofitsiant shunda stolni tortib bitta onaxonni o'tkazib qo'yaptilar stolga. Полный ансамбль sostav erkak kishilar. Bitta akam shularni aytayaptilar, ayollar o'ynayapti. Bu yerda qani bu islomiy to'y degan, nomi islomiy to'ymi shunda? Men shunga hayron qoldim-da, bu erkaklar borilmayapti o'tda, boshqa qilinmayapti, deyilyapti-da, lekin ichkarida polnisti to'yxonaning yarmi почти erkak kishilar. Shu operatorlar, ham rasmchilar, fotograflar, mana shunaqa xullas. Men shunga hayron qoldim-da. Endi bu meni shaxsiy fikrim, bu narsa to'g'rimi yo noto'g'rimi? Meni shaxsiy fikrim noto'g'ri deb o'ylayman men. Endi sizlarning fikringlarni bilmadim men.